Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz hozir xatm Qur'onlarimizni tugatdik. Biz mana shu joyda xatm Qur'onlarimizni o'qidik. Bu joy Masjidil Haramga yetmasdan ushbu ko'p qavatli mashina turar joydan oldin o'ng tarafda namozxon birodarlarimiz uchun juda ham shinam joylar qilib qo'ygan. Bemalol mana shu joyga kelib xatm Qur'onlarni o'qib qaytsak bo'ladi. Bu yerga kelishligimizga asosiy sabablaridan biri, birinchisi Masjidul Haramga iqtido qilinadi va Masjidul Haramning qiroatlarini juda ham maza qilib eshitasiz. Va bu joyda konditsioner yo'q. Toza havo, shinam, shamol esib turadi. Bugungi imomlarimizni Shayx Dusariy hamda maqlaylar, ularning qiroatini hozir videomiz davomida ko'rishingiz mumkin. Alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanir rohim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mana shu joyda qiroatlarini video qilganmiz. Xudo xohlasa yana bir bu joyning afzallik taraflari, asrdan oldin va keyin keladigan bo'lsangiz, maza qilib o'tirgan holatda iftorlar mana shu joylarga tarqatiladi. Hozir mana xatmdan keyin yana tarqatilyapti. Ham qabul qildik. Mana shu joyda beriladi mana. Bemalol mana shu joyga kelib ibodat qilib shomdan oldin ham, xatm Qur'ondan keyin ham mana shu joydan olsangiz bo'ladi. Alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanir rohim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.